alaykum. Sizlar bilan qushlar olami. Shu Jersey tovuqlarimiz obzor qilamiz bugun. Soni 5 ta Jerseyda. Sizlarga bitta savolim bor. Mana bu ketayotgan qizil xo'roz qaysi zot? Shu qaysi zotligini bila olmayapman. O'zim ochirganman. 6 oylik bo'ldi hammasi. O'zim ochirganman. Tuxumni ichidan shu tuxum qo'shilib qolgan ekan. Shuni qaysi zotligini bila olmayapman. Mana bular mana Jerseylarimiz 6 oylik. Mana bu adlerlarimiz. Bular 4 oylikdan o'tib qolishdi. Xohlasa. Mana tomosha qilinglar. To'rtta makiyoni bor, bitta xo'rozi bor. Yo'qsa bittadan like bosib qo'yinglar. O'sha xo'roz haqida kommentlar kutib qolaman. Shu xo'roz qaysi zot? Qizil uzoqdan ko'rinmayotgan bo'lsa, rangini aytib qolaman. Mana qizil kutib qolaman.